Manchester City Wolverhampton to'qnashuvi. Abduqodir Husanov zaxirada qoldiriladimi? Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari. Sizlar uchun eng qiziqarli futbol ma'lumotlarini yetkazishda davom etamiz. Siz kuzatayotgan kanal Futbol fanatlari kanali. Bugun Turkiya chempionatida Kayserispor Beshik shahri to'qnashadi. Ikki hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov boshlang'ich tarkibda. Bu o'yinni katta ishtiyoq bilan har qanday ishingizni yig'ishtirib kuzatishingizni maslahat beraman. Bunday o'yinlar har kuni ham bo'lavermaydi do'stlar. Ma'lumot uchun bu to'qnashuv Toshkent vaqti bilan 16:30 da start oladi. Angliya Premyer Ligasi Abduqodir Husanov jamoasi Manchester City va Wolverhampton bilan to'qnashadi. Abduqodir Husanov katta ehtimol bilan boshlang'ich tarkibda maydonga tushadi. Agar bugun Manchester City g'alaba qozona olmasa, Pep Gvardiola holiga maymunlar yig'lashi aniq. Sababi Manchester City'ning so'nggi paytlardagi mag'lubiyatlari ko'payib ketdi. Ma'lumot uchun bugun Manchester City va Wolverhampton uchrashuvi soat 20:00 da start oladi. Aziz futbol ishqibozlari, bu o'yinlar haqida o'z fikringizni izohlar bo'limiga yozib keting, zero sizning fikringiz biz uchun muhim ahamiyatga ega.